alaykum, bolajonlar, xormaylar, xush kelibsizlar. Viloyatdan keldilar. Iltimos qilganimizga yo'q demang, vaqt ajratib kelganlari uchun rahmat aytamiz. Ustozlar, maksimum foydalaninglar. Har doimgidek ikkita formatda bo'ladi, ikki xil. Birinchisi ustoz kichik o'zlari sizlarga salomlashib, aytmoqchi bo'lgan ba'zi fikrlarni aytadi va savol-javob formati maksimum 1 soat bo'ladi. Qisqa vaqt ichida ko'proq mazmunli, maqsadli savollarni bersanglar foydali bo'ladi hammamizga. Tanishtirib o'tirishimiz shart emas. Ustozimiz maktab boshlangandan bir necha yil biz bilan hamkorlikda faoliyat olib bordilar, bolalarga tarbiyalar, dars o'tdilar va ba'zi bir sabablarga ko'ra Turkiyaga magistraturaga o'qish va boshqa o'qish sabab tufayli biroz masofaviy muammolar tufayli biz bilan hozircha dars o'tish imkoniyatiga ega bo'lmayaptilar. Nasib qilsa yana kelajakda kutib qolamiz. Xo'p, Ikrom Sharif ustoz hammalarga yoqimli bir suhbat tilab qolamiz. Ustoz vaqtlarini olmasligi uchun suhbatni ustozga topshiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Hammaga salomatmisizlar? Tinchomon o'qishlar, ilmlar. Taklif uchun alohida rahmat. Sizlarni bunaqa kutib turganlaring uchun yana rahmat. Alloh taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin. Bu yoq bizga begona emas. Sizlar bilan ko'rishganmizmi birorta sinf bilan? Nechinchi sinflar hozir? 11-sinfda. Sizlar 8midilaring, 9idilar. Ustoz bilan hozir. Musulmon. Yaxshi. Xo'p, sizlar bilan nima haqida gaplashamiz deb o'ylab bir mavzu keldi hayolimga. Bu mavzu qayerdan keldi desam, men oldin ustozlaringiz Hasanxo'ja aytdilarki, ustoz ilm safari bilan chetdalar deb. Vatandan tashqarida yashash, vatandan uzoqda yashash, qanaqa maqsadda bo'lsa ham, ilm safari, mehnat safari bo'lishi mumkin, davolanish bo'lishi mumkin. Inson tashqariga chiqib u yoqda bir muddat yashashni niyat qilsa, umuman boshqa bir his-tuyg'ular, boshqa bir hissiyotlar ichida qolib ketadi. Aylangani turizm bilan borish boshqa narsa. Inson masalan hozir Turkiyaga dengiz ko'rgani borsangiz, umuman boshqa hissiyot bilan borasiz, umuman boshqa nazar bilan qaraysiz atrofga. Lekin u yoqqa o'qishga borsangiz, boshqa nazar bilan qaraysiz. Va shunga qarab u yoqdagi holatlar sizga ta'sir qiladi. Shundan kelib chiqib, o'zim musofir sifatida yashagan bir o'zbekistonlik kishi, bir oilani rahbari, bir necha farzandlarning otasi sifatida tashqarida yashaganim his-tuyg'ular haqida esladimda, sizlar bilan bugun suhbat boshidan bir vatan haqida gapirishim keldi. Ko'p joyda eshitgan mavzularing bo'lsa kerak, lekin men taxmin qilaman, bu aytadigan gapimni menimcha boshqa joyda eshitmagansizlar. Sizlarga savol bilan kelamiz. Vatanga muhabbat degan gapni kim eshitmagan? Kim eshitgan? Vatanga muhabbat degan gapni eshitganmisizlar? Hamma eshitgan, to'g'rimi? Vatanga muhabbat, odam vataniga muhabbatli bo'lish kerak. Hatto ba'zi bir naqllar aytishadi, vatanni sevmoq iymondandir. Shunday bilasizlar bu narsalarni. Endi savol, vatanga muhabbat nima degani o'zi? Nima degan? Muhabbat o'zi nima? Qanday qilib odam vatanga muhabbatli bo'lishi mumkin? Nima u? Men vatanimni yaxshi ko'raman. Men vatanimga muhabbatliman. Nima degani? Qanday qilib isbotlaymiz? Inson bir insonga muhabbat qo'ysa, otasigadir, onasigadir, qalbini bog'lasa, oila bo'lib turib xotin bir-biriga muhabbatli bo'lsa, yoki farzandiga muhabbatli bo'lsa, yoki do'st sifatida inson bir-biriga muhabbatli bo'lsa, o'sha muhabbatni natijasini ko'rsatadi. Nima bilan? O'sha mahbubini, ya'ni yaxshi ko'rgan kishisini, otasidir, onasidir. Sizlar muhabbat deganimda haligi ishqiy sevgini tushunmaylar bu yoqda. Tushunyapsizlar meni gapimni? Muhabbat degani qalbni bir narsaga bog'lanishi. U hatto narsaga ham bo'ladi. Men shu pidjagimni, shu kostyumni yaxshi ko'raman. Meni muhabbatim bor degan. Tushunyapsizmi? Siz qaysidir darsni yaxshi ko'rasiz, muhabbat degan. Ya'ni muhabbat faqat ishqiy narsa emas u. Buni tushunmaylar. Xuddi shunga o'xshab vatanga ham, shu vatanga muhabbat ham ishqiy narsa emas-ku. Endi har bir narsaga nisbatan muhabbat da'vo qilsak, men uni yaxshi ko'raman desak, otamizga, onamizga, demakki, uni isbotlashimiz kerak. Qanday bo'ladi bu?
Nima bilan isbotlaymiz ota-onamizga muhabbatni? Ularga yoqadigan ishlarni qilish bilan. To'g'ri. Yana buni teskarisini aytsak, ularga yoqmaydigan ishlarda tiyish bilan. Muhabbatni izhori shu. Muhabbat faqat til bilan izhor qilinmaydi, bilasizlar? Men ota-onamni yaxshi ko'raman, lekin aytganim teskarisi qilib yuraman. Men otamni yaxshi ko'raman, lekin itoat qilmayman. Davom haqqoniymi, yolg'onmi? Yolg'on, men kazzobman. Men ota-onamni yaxshi ko'raman deyapman, ularga itoat qilmasam, ularning rioyasini qilmasam, men yolg'onchiman. Noshudman. Tushunarli? Endi xuddi shunday vatanga muhabbatni rioyasi qanday bo'ladi? Eng kamida zarar bermaslik bilan bo'ladi. Ko'pichi sal oldingi gapni hozir yaxshilab tushunib olaylik yana bir marta. Sizlar eshitmagan nuqtalar deb aytganimiz, vatanga muhabbat degan narsa o'zi fitriy narsami yoki bir natijami? Fitriy narsa. Ya'ni biz darsdan o'rganmaganmiz, to'g'rimi vatanga muhabbat? Masalan, hozir bir cho'ponlikda o'sgan, maktab o'qimagan, umuman bir kollej o'qimagan kishi ham vatanini nima qiladi? Yaxshi ko'radi. Demak, u nima? Fitriy narsa. Insonning tabiatida bor u narsa. Buni qayerdan oldingiz? Buni olsak, payg'ambar alayhisalom hayotlarini eshitganmiz. Payg'ambar alayhisalom hayotlarini kim eshitmagan? Payg'ambar alayhisalom kechqurun tush ko'radilar. Tushlarida nima bo'ladi? Xonadonlardan quyosh chiqadi. Hali vahiy tushishdan oldin. Tushlarni turib kimga aytadilar? Xadija onamizga. Xadija onamiz nima dedilar? Kimga borib aytamiz buni dedilar? Kim edi? Varaqa ibn Nawfal. Varaqa ibn Nawfalni oldiga olib boradilar. Xadija onamiz payg'ambar alayhisalom. Nega? Rasululloh ko'rgan tushni ta'vilini so'rash uchun. U kishi nima deydi? Tushlarini eshitib, bu Musoga kelgan vahiy. Ya'ni sizga vahiy keladi. Deydida shu voqeani davomida aytadi. Hali sizga vahiy keladi, siz payg'ambar bo'lasiz. Sizni qavmingiz keyin sizni yolg'onchi deydi, sehrgar deydi, sizga zulm mustamlari boshlaydi. Gapiradi, orqasidan aytadiki, qani endi sizni qavmingiz sizni vataningizdan haydab chiqargan vaqtda sizni oldingizda yordam bersaydim, sizlarga himoyachi bo'lsaydim deydi. O'shanda payg'ambar alayhisalom shu gapni eshitganlaridan keyin sakrab turadilar. Nima deydilar? Hali meni qavmim meni vatanimdan haydab chiqaribdi. Undan oldin nima degandi? Sehrgar deydi, yolg'onchi deydi, zulm sitam qiladi deganda, bugun bizda til bilan aytganda boyaga reaksiya yo'q edi. Lekin vatandan quvib chiqarish degan narsani hazm qila olmaganlar. Sizlar hozir bu yog'i 14 yoshdan 17 yoshgachasizlar bu yoqda. Shunaqami? Ish qilib Alloh taoladan tilaymiz, hech ham vatandan juda bo'lmaylar. O'qisalaring ham vatan uchun o'qiysizlar, kelasizlar-ku, sizlar har bir narsani his qilmaysizlar. Vatandan uzoq yurish nima? Tushundingmi? Men o'shancha aytdimki, bu suhbatni qilayotganimiz. Xullas payg'ambar alayhisalom shuni his qilganlarki, hali meni ular o'z nimamdan vatanimdan haydab chiqarishadimi deganlar. Shu bilan vaqt o'tadi, vahiy keladi, payg'ambar alayhisalom qavmga yetkazadilar va o'sha kun keladi. Qavm nima qiladi? Payg'ambar alayhisalom Makka da yashagan qo'ymaydi. Rasululloh Makkadan chiqib ketishga majbur bo'ladilar. Madina ansorlar Rasulullohni quchoq ochib kutdi. Bugun mana ba'zi istilohlarni bugundagi bilan ishlataveramizda. Makkada ularga diskomfort bor, munosabatlarda, boshqa xavf bor. Madina ular uchun hozir nima? Komfort, sharoit. Daraxtzor, xalq keling, jonimizni o'rtaga qo'yib, jonimizni qalqon qilib sizni himoya qilamiz deyapti. Lekin payg'ambar alayhisalom Makkadan chiqib ketayotganlarda, shunaqa sharoitlik bir vatanga ketayotganlarda ham Makkaga qarab nima deydilar? Payg'ambar alayhisalom orqaga qarab aytadilar: "Ey Makka" deydilar. Allohga qasam, agar meni qavmim quvib chiqmasa, sendan hech qachon chiqmasdim. Ya'ni o'shanda ham nima bilan bo'lyaptilar? Dard bilan chiqqanlar. Ya orqaga qarayaptilar, ketyaptilar. Yani qachon keladilar, qanday keladilar? Mavhum u. Qaytib kelaman, yo'q u narsalar. Ichkari to'la zulmdan bo'lib yotibdi. Musulmon odam qolmadi ichkari. O'sa ham yashirib yurganlar qoldi. Nima dedilar? Qavmim meni quvib chiqarmasa, hech qachon chiqmasdim sendan. Va shu bo'yi ketganlar. Va borganlardan keyin Makkani sog'inganlar, sahobalar sog'ingan, Hazrati Bilollar Makka sog'inchida she'r aytgan. Hammalar kasal bo'lib qolgan. Yomon narsa u. Ana endi payg'ambar alayhisalomga keyin Oysha onamiz kirib, ba'zi eshitgan she'rlarni aytadilar, sahobalarni, vatanni sog'inib, Makkani sog'inib aytgan she'rlarni aytsalar, payg'ambar alayhisalom keyin duo qiladilar. Ey Alloh,
Madinani bizga Makkadek mahbub qilgin. Makkadan ham mahbub qilgin deb duo qilgan. O'sha duoning barakasi hozir haj umraga borgan odam Madina boshqachalar turadi. Endi nima uchun bu gapni aytyapman? Payg'ambar alayhissalomdek o'zi Makkaga borgan odam, yoshlasizlar, balki borgandirsizlar, bormaganlarga nasib qilsin. Ota-onalaring borgandir. Makkaga borsam bilasan, Makka qanaqa joy? Gulzor, sharshalar oqib yotibdi. Qushlar sayrab yotibdi. Shunaqami? Yo'q. Makka tog' va cho'l. Issiq. Issiq emas u, issiq. 50-60 dan tepa. Mana bizda bu yozlarda 45-50 da dot deyapmiz-ku. Ularda odatiy havosi. Haligi muzlatgichsiz sharoit nima yo'q. Yashash imkoni qariyb yo'q. O'shanday holatga muhabbat qanaqa bo'lishi mumkin? Qanday qilib odamni ajoyib yaxshi ko'rishi mumkin? Yaxshi ko'rar ekan. Demak, bu muhabbat nima? Fitriy narsa. Men ilgari sizlarga balki akalazga aytgan, meni ota-onam bozorda 14 yil meva sotganlar. Bozorda sotuvchi bo'lishgan, meva sotishgan. U vaqtlarda Tojikistondan meva nok olib kelgan. Tojikistondan nok kelardi. Uni kim olib kelardi? Tojikistonlik. Men qatori, mendan 3-4 yosh kattaroq bo'lgan yigitlar olib kelardi. Endi ular nok olib kelgan, onam ularni, dadam bilan onam bozorda sotishsa, ularni nimasi? Ularni mijozlari olib qolishadi, bozorda kelib olishadi. Ana u keyin mehmonlar Tojikistonlik G'onchi degan Tojikistonning bir tog'ning tagida qishlog'i bor. G'onchi. Bu yerda gaz yo'q, chiroq yo'q. Chiroq bir kunda bir necha soat bo'lar ekan. Suv yo'q. Tog'ning tagi yana sovuq. O'sha yerda yashaydigan kishilar olib keladi. Mendan keyin bir yigit bor edi, Ulug'bek degan yigit. Shu ko'p keladi. Dadam yur uyga deb kechqurun uyiga qaytib ketmak, ertalab ketadi. U kelib 2-3 kun bizga yotadi. Endi Bekobod shahri har holda Toshkent viloyatlarining ichida sharoit o'ziga yarasha, gazimiz joyida, chirog'imiz joyida. Endi u tog'ning etagidagi uyga qaraganda bu lyuks uy. Yani unga solishtirgan vaqtda issiq suv bor, chiroq bor, televizor turibdi, hamma. Keyin u bir kun yotardi, 2 kun yotardi, 3-chi kun ketaman dedi. Keyin dadam aytadilar, qishlog'ingda nima qilasan? Gazing yo'q, chirog'ing yo'q. O'tirish yetasiz agar, tojikitda endi tag'o deb gapiradi. Baribir qishloq yaxshi dedi. Qishloq yaxshi dedi. Ashla ketadi. Men mana shu gaplarni eshitaman. Bu oddiy gap. Oddiy gap. Lekin buni mana shu bir o'sha o'zi tug'ilgan yeriga inson bog'langan holatda gapirsa, umuman boshqa narsani his qilasiz. O'shaning uchun Hazrat Alisher Navoiyning gaplari bormidi? Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshiyon bo'lmas emish. Bulbulning vatani chakalakzor, tikonzor. Uni siz oltindan qafas qo'ying, ichiga gullar ekib tashlang uni. Lekin u o'sha oltin qafas ichida nima qilmaydi? Tikonzordek halovat topmaydi. Ana shu. Bu demak hamma fitratda nima bor? Bu muhabbat bor. Lekin ba'zilar buni tan olmaydi. Vatanga muhabbatni boshqa narsa bilan nima qiladi? Qorishtiradi. Ana endi, xo'p, nima bo'pti shu bo'lsa? Biz boya aytdikki, bu muhabbat fitratan bor ekan bizda. Endi bu fitriy muhabbatdan tashqari bizda muktasab muhabbat bor. Muktasab muhabbat nima? Orttirilgan muhabbat bor. Nimani natijasida orttirilgan? Bu vatanni bizga bergan narsalari bor. Siz biz mana 14, 18, buyog'i 40 undan tepa otalarimiz, onalarimiz yashab o'sgan va ularni yashab o'tish umri davomida unutilmas xotiralari bor bu vatanda. To'g'rimi? Bir odam qishloqda nima sog'inadi? Yoqda o'sgan bolaligi bor. Yoqda o'sgan xotiralari bor. U xotiralar bilasizmi, kimlar bilan bog'liq? Mana sizlar hozir katta bo'lsangiz keyin bilasizlar. Sizlar bu yoqdagi xotiralarni sizlar uchun ham bular oddiy narsa bo'lib ketadi hali. Biz hozir katta odamlar ko'rganmisizlar? 60-70 ga kirgan ikkita chol yoki ikkita kampir yoshligida o'rtoq bo'lib qariganda bir-birini uzoq ko'rmay, ko'rishsa yig'lab ko'rishadi. Bilasizmi shuni? Mana u o'ris bo'lsa ham shu, karis bo'lsa ham shu, arab bo'lsa ham shu. Ko'rishsa qadrdonlar yig'lab ko'rishadi. Nega? Nimasini sog'ingan? Chol nimasini sog'inadi? Kampir nimasini sog'inadi? Ha, yerda xotiralar bor. U chol bilan yashagan xotiralar bor. Butun o'sha chol bilan gaplashsa hozir
dunyoni manaman degan psixologdan yaxshi oziq oladi. O'sha bir-birini shunaqangi darajada tushunadi ular, ya'ni endi bir-birini tushunadi, boshqa odam qolmaganda ular uchun o'lib ketgan tepadagilar hamma. Past tushunmaydi. Biz o'zimiz bilanmiz biz endi. Ularni tushunadigan odam qolmadi. Shuning uchun har odam ko'ngli bo'sh bo'lib qoladi. Yolg'izdan huvillab qolaveradi ular. O'zlari qarasang begonalashib qoladi. Mana shu xotiralar qayer bilan bog'liq? Vatan bag'ri bilan bog'liq. Mana shu muktasab narsalar bor. Undan tashqari biz bu vatandan olgan boshqa narsalarimiz bor. Moddiy narsalarimiz bor, ma'naviy narsalarimiz bor. O'qishlar bilan shu vatanni qaysidir bo'lagiga taalluqli, parchasiga taalluqli bo'lgan bir nuqtalar borki, yerda manfaat olganmiz. Sodiq school qayerda? Vatanda. O'qituvchingiz qayerlik? Vatanlik. Yegan taomingiz qayerniki? Vatanniki. Hammasi. Biz fikrlamaymiz bular haqida. Mana shu xotiralar bizning ishimizga shunday o'rnatadiki, mana shu xotiralar bizni yig'latadi. Ana endi mana shu fitriy muhabbatni va muktasab muhabbatni izhor qilishga keldik. Biz endi shu muhabbatimizni nima qilishimiz kerak? Izhor qilishimiz kerak. Odam sevgisini uzoq yashirib yursa, iztirob chekadi. O'zi aytmaslik bir tomondan to'g'ri emas. Masalan, payg'ambar alayhisalom bir sahoba o'tirganda, ya Rasululloh, falonchi o'tib ketyapti-ku. Ha. Alloh uchun men o'shani yaxshi ko'raman dedi. Rasul aytadilar, o'ziga aytganmisan? Yo'q, aytib qo'ygan. Bu Alloh uchun do'stlik, yigit xizmas. Bu yigit bir yigit Alloh uchun deyapti, bir to'g'ri yurgani uchun, halolligi uchun, boshqa uchun deyapti. Qiz bola ham qiz bolani shunaqa. Alloh uchun do'stlik bo'lishi mumkin. Nima uchun aytib qo'yish kerak? Chunki inson bir-biriga muhabbat ko'zi bilan qarasa, ayb va nuqsonlari ko'rinmaydi. Yaxshiliklari ko'rinadi. Vatanga ham xuddi shu. Sevgi izhor qilsak, muhabbat izhor qilsak, uni ayb va nuqsonlari ko'rinmaydi. Uni yaxshiliklari ko'rinadi. Ana endi vatanga bo'lgan muhabbatni izhorlari nima? Yuqorida gaplashdik. Ota-onamizga muhabbatimizni nima bilan izhor qildik? Itoat bilan va ularga yoqadigan yondashuvlar bilan. Ularga yoqmaydigan narsalar bilan tiyilish bilan. Vatanga muhabbat izhori ham xuddi shunaqa bo'ladi. Nima qilamiz? Vatanga manfaatli bo'lgan narsalarni qilamiz. Eng kamida zarar bergan narsadan tiyilamiz. Eng kamida. Nimadir qila olasizmi bugun vatan uchun? Kimning qo'lidan nima keladi? Ha? Bugungi kundagi vatan uchun sizlarda eng katta xizmatlaring nima? Yaxshi o'qish. Chunki sizlar talabani o'qiysizlar. Ota-onalaring uchun eng katta xizmat nima? Bittasi tarbiya, sizlarning misollaringda. Yana bir misol nima? Husni xulqli bo'lish. Yo'q, otalaringni, onalaringni kasblari nima bo'lsa, o'sha kasbda omonatdor bo'lish. Kim u? Shifokormi? Omonatdor shifokor bo'ladi. Quruvchimi? Omonatdor quruvchi bo'ladi. O'qituvchimi? Omonatdor o'qituvchi bo'ladi. Ya'ni to'g'ri, sadoqatli, halol kasb egasi qanaqa bo'lsa, qanaqa bo'lish kerak bo'lsa shunaqa bo'ladi. O'shanday qilinsa, o'zi zotan buni foydasi bizga birinchi navbatda. Chunki biz qadriyatli odamlarimiz, dunyoda ham uni yaxshiligini yoki zararini ko'ramiz, oxiratda ham qilgan ishimiz yaxshi zararni ko'ramiz. Undan tashqari ijtimoiy bizda nimalarimiz vazifalar bor. Ularni ham nima qilamiz? Foydalarini yoki zararlarini ko'ramiz va ishimizga qarab. O'shaning uchun har bir shaxsni vatanga bo'lgan muhabbat izhori bo'lishi kerak. U men ya'ni faqat madhiyani aytib qo'yish bilan bo'lmaydi. Faqat madhiyani aytib qo'yish bilan bo'lmaydi. Ha, madhiya bir shior. Madhiya ichidagi narsani chiqarish, lekin isbot emas u. Isbot o'sha madhiyada aytgan gaplaringizni amalda ko'rsatish. Tushunarlimi? Ayniqsa mana o'sha chetga chiqqanda xudo xolasa ko'rasizlar, yaxshi joylarda o'qiysizlar. Inshaalloh katta ishlar qilasizlar. Har bir jamiyatga borganlaringda bir inson sifatida mana bir sharoitni ko'rasiz. Masalan, u yoqda bir maktabga kirasiz. Tabiiyki sizlar bu yerdan borib bizdan rivojlanganroq joyga borasizlarmi yoki rivojlanmaganmi? Ancha rivojlangan, ha? Orqaga kirishni o'ylab ko'radigan joyga borasizlar, hattosizlar-ku. Endi borganlaringdan keyin narsalarga havas bilan qaraysizlar. O institutlar, universitetlar, ijtimoiy xizmatlar, umuman maishiy xizmatlar hammasi qarasalaring komfort bo'ladi. Juda ham bir lyuks darajada bo'ladi. O'sha vaqtda hayolingizga beixtiyor nima keladi? Solishtirish. Bizda ham shunaqa bo'lsa edi deysiz.
Ya'ni o'zi buni ko'rganingizdan keyin zo'rligini qayerdan bildingiz? O'zingizga solishtirib ko'rdingizda. Masalan, to'g'rimi? Beixtiyor keladiki, bizda ham shunaqa qilsa bo'lsa deysiz. Bizda ham shunaqa bo'lsa deysiz. Beixtiyor qilasiz va niyat qilasiz. Xudo xolasa bo'ladi. Xudo xolasa shuni men qilaman. Zarra bo'lsa ham hissamni qo'shaman. Mana shu muhabbat izhori bo'ladi. Endi hozirgi kunda sizlarning eng katta muhabbat izhorlaring, vatanga bo'lgan sadoqatlaring bu nima bilan bo'lishi kerak? Shunda qanaqa o'qish bilan? A'lo o'qish bilan. Sizlarda yigitlar ba'zidan ko'rinib turibdi, yoshlar hali gapimizni mohiyatni ham tushunmayotgan bo'lishlaring mumkin. Men kattaroq bolalarga aytaman. Kattaroq yigitlar. Sizlar bu yoqqa kelib o'tirganlaringcha, mana shu yerda o'tirgan sizlar uchun qancha resurslar sarflanayotganlarini o'ylab ko'rganmisizlar? Kim hisob kitobini chiqargan? Moddiy va ma'naviy resurslar haqida. Bu yerdan oldin davlat maktabida o'qiganlar qo'l ko'tarsin. Chiqib kelgan joylaringda sinfdoshlaring bo'lgan, ha? Sinfdoshlaring bugun nechtasi xususiy maktabda o'qiydi? Taxminan. Hech qaysisi deganlar bor ekan ichimizda yaxshi. Bitta, ikkita. Xo'p, davlat maktabida o'qiyotgan o'quvchilar, o'sha sinfdoshlaring sizlardan ko'ra ahmoqroqmi? Sizlardan a'lochilar bor, ha? Sizlardan ko'ra odobsizroqmi? Sizlardan odobliroq bormi? To'g'rimi? Yoki nimasi bor? Ya'ni sizlardan kamchilik nima bor? Nogironmi? Ko'zi g'ilaymi? Tili qisiqmi? Nima uchun bitta o'tiribsiz? Sizlar nima ortiqcha joylaring bor? Birinchisi Allohning fazli. Lekin sabab bo'lgan narsa kim? Ota-onangiz. Ota-onangiz sizga ajratgan resurslari bor. Va buning natijasida sizlardan katta nima kutyapti? Natija kutyapti. U natijani kim uchun kutyapti? Sizlar uchun kutyapti. O'zlaring uchun kutyapti. Kelajakda joying top, katta odam bo'l. Bir narsani esdan chiqarmanglar. Dunyoda o'zidan keyingi avlodni yozda o'zidan boshqa bir kishini o'zidan ham ancha yuqori martabalarga chiqishini hech qanaqa hasadsiz, havas bilan, sidqidildan xohlaydigan odam faqat ota-ona bo'ladi. Xo'p deylar, hatto ustoz ham ba'zida bo'lmaydi. Hatto ba'zi ustoz ham ma'lum bir darajada to'xtashingizni xohlaydi ba'zan. Chunki u shogird bo'lishingizni xohlaydi, u qolib ketishingizni xohlaydi. Lekin ota-ona nima qiladi u? Bitta ota-ona eng yuqori to'xtamay chiq deydi. Chegarasiz chiq deydi. O'sha uchun nima qiladi? Pulini beradi, asabini beradi. Mashaqqat to'layotgan pullar ichida men mas'uliyatni his qilinglar deb gapirdim, yigitlar. Hozir otangizda tish og'rib o'tgan bo'lishi mumkin, onangizda tish og'rib yotgan bo'lishi mumkin. Ukangizda oyoq kiyimi yirtiq bo'lishi mumkin. Sizlar mashaqda o'qishdagi evaziga. To'g'rimi? Aytmaydi. Minnat qilmaydi ular. Buni oqlaylar, mas'uliyatni his qilinglar. O'shaning uchun aytayapman. Endi vatanga muhabbat, ota-onaga bo'lgan muhabbat, o'qituvchilarga bo'lgan muhabbat, hammasini demak bizdagi izhori hozirgi holatda sizlarni misollarga berganimizda faqat o'qish. O'qiganda ham qanaqa o'qish? A'lo darajada o'qish. Ana shunday qilib Xudo xolasa hozirgi holatlaringda o'quvchi sifatida, bundan keyin talaba sifatida, undan keyin qaysidir sohani egasi sifatida bor kuchlar bilan harakat qilsalaring, nima bo'ladi bu? Sizlarda vatanga bo'lgan muhabbatlaringni izhori bo'ladi. Sizlargacha qanday keldi bu yer? Bu O'zbekiston sizlargacha qanday yetib kelgan? Qanday kelgan bilasizlarmi? Ya'ni bayroq ko'tarib, gulzor bo'lib kelganmi faqat? Gulzor edi, hamma joy shar-shar edi, bunday qilib ota-bobolarimiz kelib, hamma joyda buzib, uy qurib, o'zlari sharoit qoldimi? Qon bor bu oyoqlarimiz tagida, otalarimizni, bobolarimizni qoni bor bu oyog'imiz tagida. Qabrlari bor, qaysi oyoqda bilmaymiz uni. Ya'ni bu jonini bergan bu vatan uchun. Siz va biz mana shunaqangi bugun xotirjam o'tirishimiz uchun. Tushunasizlarmi? Bilasizlar-ku. Ozna oldin tarixni o'qinglar. U mas'uliyati bor. Siz bizga shu ozod, mustaqil vatan qolishi uchun qilgan xizmatlar bor. Endi xuddi shu narsani biz keyingi avlodga qilishimiz kerak. Xudoga shukr, bugun bizdan qon so'ralmaydi. 17 yoshli yigitlar, sizlar tengi yigitlar urushga ketgan, domdarakisi ketgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Xudo saqlasin. Alloh ofiyat bersin. 17-18 yosh, sizlar tengi qizlar, uyda otasiz, onasiz qolgan, oila boshlig'isiz qolgan. Bitta 17 yosh qiz ukalariga ona bo'lib qolgan. To'g'rimi? Ikkita, uchta ona bolalari yetim qolgan ona bo'lib qolgan. Ya'ni onalik qilgan ularga. O'shanday badallar evaziga bu vatan bor. O'shanday badallar evaziga bu sharoitlar bor. Endi xuddi shu narsaning mas'uliyati bor bizda.
Buni biz avlodga yetkazamiz. Biz o'rtadagi tasavvur qilinglar, avloddan avlodga o'tib keladigan har bir madaniy va ma'rifiy meroslar bu zanjir deb tasavvur qilinglar. Zanjirni halqasi. Ya'ni har bir halqa bir davr ulanadi, uzun bir zanjirga, muttasil zanjirga aylanadi. Biz o'sha halqani bittasimiz hozir. O tepadan boshlab kelib, bizdan keyingilarga bog'lab beradigan nimamiz? Halqamiz. Qancha metin bo'lsak, qancha sog'lom bo'lsak, qancha puxta bo'lsak, pishiq bo'lsak, u zanjir bizda halqa shuncha mustahkam turadi. Keyingi avlodga nima qilmaydi? Uzilish bo'lmaydi. Ma'naviy uzilish bo'lmaydi, moddiy uzilish bo'lmaydi. Jarohatlar ketmaydi yo'qqa. O'shani mas'uliyati bugun sizlarning qo'llanglar. Boshlanishi. Tushunarlimi? Mana sizlarga o'tirib, "Mon sharoit qaylar, bu qaylar?" Bu nima bu? Kursi deysizlar, oddiygina qilib. Bundan boshqasini ko'rmagansizlar tabiiyki. Taxt bu. Amir Olimxonniki bunaqa bo'lmagani aniq. Kullasizlar. Amir Olimxonni vaziri bo'lgan, bir necha ming xizmatchisi bo'lgan, konditsioner bo'lmagan-da masalan. To'g'rimi? Telefoni bo'lmagan. Buxoroda turib biz Toshkentdagi ish uchun necha kun sarflagan, asabini sarflagan. Hozir o'tirib qo'yay. Bu sharoit, bu imkoniyatlarni aytamiz-da endi, ya'ni bizdagi imkoniyatlar tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada. Solishtira olmaysizlar sizlar. Sizlar his qilmaysizlarmi? Endi demak, mana shu narsani nima qilish kerak? Yaxshi his qilamiz, yaxshi o'rganamiz. Biz bu muhabbatni izhor qilishimiz shart. Bizning bu shar'iy vazifamiz. Va dunyodagi fuqarolik vazifamiz. Qiyomatda Alloh buni so'raydi. Ey bandam, kim bor ichimizda? Abdulloh, kim bor? Abdurahmon, Abbos, Shuhrat, Rustam, kim bor? Muslima, Oysha, Xadija kim bor? Aytadi Alloh taolo: "Ey Rustam, o haligi Falastinda yashaydigan bir Rustam bor edi. Bugun eng urush bo'layotgan joyda qaysi? O'sha yerda yashayotgan Abdulloh bor edi, Oysha bor edi, Xadija bor edi. U ham yashaydi, sen ham yashayding, lekin sen ulardan farqli joyda yashading. Tinch joyda yashading, imkoniyatli joyda yashading, to'q joyda yashading. Xo'p, meni huzurimda ekaling turibsan. Sen u urush joyida o'sgan Xadijadan ortiq nima olib kelding meni huzurimga?" deydi. Bizning nima farqimiz bor? Bu tinchlikdan nima farqi bo'lish kerak ular bilan biz o'rtamizda? Mana shu narsani amalda ko'rsatish kerak. O'qiymiz, izlanamiz, harakat qilamiz, tirishamiz, charchatamiz o'zimizni. O'sha bilan bu muhabbatlarni izhor qilamiz. Inshaalloh vaqt keladi. Xudo xolasa o'zlaring ko'zlagan vazifalarga erishasizlar. Xizmat uchun kimdir doktor bo'ladi, kimdir muhandis bo'ladi, kimdir huquqshunos bo'ladi, kimdir o'qituvchi bo'ladi, kimdir yana boshqa bir soha egasi bo'ladi. U vaqtda endi u sohalaringni omonatdorlik bilan bajarishga harakat qilasizlarki, ana o'shanda u vatanga bo'lgan muhabbat izhori bo'ladi. Bizdan so'ragan narsa zaten shu o'zi. Bizdan kutilgan narsa zaten shu o'zi. O'sha vaqtda men sizlarga bu narsa aytaman, hozirgi ham tegishli. Hayotda ayni vaqtda meni yoshimga, meni sharoitimga, saviyamga munosib bo'lgan nima ish bor, o'shani maksimum qilaman degan hayolda yashanglar. Tushunarlimi? Fursat kutinglar, lekin u fursatni kutib hozir qiladigan imkoniyatlar chekka surmanglar. Masalan deylik, bir inson hozir deylik, bir odamga kichkina bir yaxshilik qila oladi. Lekin aytadiki, to'xta, 1 yildan keyin bunga katta yaxshilik qilaman. Lekin 1 yildan keyin nima bo'ladi? Kech bo'ladi. Hech yo'q, boyaga o'tib o'chib qoladi. Ya'ni idealist bo'lmanglar. Narsalarda ideal bo'lsa keyin qilaman emas, lekin maksimalist bo'linglar. Ya'ni hozir qancha bilasiz? Hozir bor imkoniyatingizni maksimum bajaring. U hatto ideal holat bo'lmasa. Tushunarlimi? Masalan, hozir ingliz tili sizlar o'tirib qaysi darajada birovga ingliz tilini o'rgata olasizlar? Deylik, uyda ukangiz bor, jiyaningiz bor, A1 darajasida o'rgata olasizlar? Aytishingiz mumkin, "Yo'q, men katta bo'lay, nima? Necha u eng balani? 9 IELTSmi? O'sha darajada o'rgataman deysalaringda masalan, o'shanda o'rgataman. Unda ham o'rgatasiz, nasib qilsin. Lekin mana bu imkoniyat hozir bormi? O'zingizga hozir o'rgatib qo'ying. Alloh nasib qilsin katta, lekin hali siz 9 ga borishingiz aniq emas birinchidan. Ikkinchidan borgandan keyin jiyaningizga ehtiyoj qolmasligi mumkin. Ularga ingliz tili kerak bo'lmasligi mumkin. Uchinchidan sizni o'tingiz o'chib qolishi mumkin. Endi siz ingliz tilida yerda qolib bir chekkada tikuvchilik qilib yurgan bo'lasizmi? Telefon sotib yurgan bo'lasizmi? Lekin sizda bittasidan harf o'rgangan
sizga o'rgatgan o'sha ukangiz, o'sha jiyaningiz nimalar qilishini siz bilmaysiz. O'shaning uchun doim nima qilasiz? Har bir nimadir ish qilmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizdan kelayotgan bo'lsa, hozir qay darajada maksimum qila olasiz, shuni qiling. O'qish masalasi bo'lsin, birovga yordam, jamiyatga xizmat, mana shularda harakat qilingki, mana shunday qilib, demak, jamiyatga, atrofga, vatanga bo'lgan muhabbat va buni natijasidagi yaxshiliklar, ijtimoiy inoqliklar, ijtimoiy ahilliklar va haqiqiy ma'nodagi rivojlanishlarni inshaalloh ko'ramiz. O'zimiz mana shu narsalarni qo'limiz bilan yasaymiz sababchi sifatida va Xudo xolasa o'zimizdan keyingi avlodlarga ham shunaqa qilib yetkazamiz. Alloh taolo hammamizga mana shu imkoniyatlardan yaxshi foydalanishni, yaxshi o'qib, yaxshi sohalarda ishlashni, bu omonatlarni o'z o'rnida ado qilishni nasib qilsin. Masalamiz tushunarlimi? Mavzumiz tushunarlimi? Ochig'ini aytinglar. Vatanga muhabbat haqida diniy oyat, hadis ilgari eshitganmisizlar? Eshitmagansiz. Tildan eshitganmiz xolasa. Ba'zida shunaqa gaplar bo'ladi, shunaqa narsalar bo'ladi. Inson to'g'ri gapni ba'zan noto'g'ri odamdan eshitsa, gapni ham inkor qiladi. Masalan, biz ba'zi gaplarni noto'g'ri odamlardan eshitib qolganmiz. To'g'rimi? O'shaning uchun keyin biz nima qilamiz? Haligi odamni yoqtirmaganimiz uchun haligi gapga ham g'ashimiz keladigan bo'lib qoladi. O'shaning uchun mana hozir ishlatganimiz vatanga muhabbat degan gap bo'lishi mumkin. Jamiyatga foydali ish, bular katta gaplar. Lekin biz uni ba'zida nomunosib odamlardan eshitib qolgan bo'lishimiz mumkin. Ba'zida noo'rin joyda eshitib qolgan bo'lishimiz mumkin. Suiiste'mol qilingan joyda eshitib qolgan. Lekin u shaxsni aybi uchun bu g'oya, bu fikr nima qilinmaydi? Chekiga surib qo'yilmaydi. Alloh taolo hammamizga muvaffaq qilsin, manfaat qilsin. Savollaring bo'lsa, mulohazalaring bo'lsa, aytishlaring mumkin. Abbos qayerdasiz hozir? Nimadan dars berasiz? Suniyda. Mashalloh. O'qish qayerda? Birodar o'qituvchisiz. Ya'ni o'rgatyapsiz. Qancha bo'ldi bitirganingizga? Bu yerda bitirganingizga? 2 yil. Ya'ni men birinchi kelganimda shu Abbos akalaringizga kimdir ustozimi hozir? Kimga ustoz? Sizlarga ustozmi? 2 yil oldin mana shu yerda o'tirgan ustozlar. 2 yil oldin mana shu oldilaringda sizlarga o'xshab o'tirgan. Mana shu tepada o'tirgan tengdoshlar. Baraka topsin. Bular masalan men o'sha muhit, axloq jihatdan, mana ilmini sizlar bilasizlar. Ya'ni amalda. Men bularni nimasini tarbiyasini, o'zini tutishini gapiraman. O'shaning uchun bu maktabga meni ehtiromim boshqacha. Bu yerda kelib suhbat qilganim uchun emas, mana shunaqa bolalar bo'lgani uchun. Xo'p, manfaatli bo'lsin. Ustoz, savol bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Bermoqchi bo'lgan savolim, buyuklar hayotini o'qish juda ham tavsiya qilinadi, ya'ni yaxshi odoblarni kashf qilish deb. Lekin bir xil kitoblarni o'qiganda xuddiki ularning hayoti imkonsizdek, juda ham qiyin, bizlarga borish umuman imkonsiz. O'zimizdan ham nafratlanib ketamiz bir xillarda. Ya'ni qilayotgan ishimiz yaxshi ish qilsa ham xuddi o'zi kam deb tuyuladi. Ayniqsa Tazkiratul Avliyoga o'xshash kitoblar juda ham qiyin. Buni qanaqadir qadamlari bormi yoki o'qishga qanaqa qabul qilish kerak? Yaxshi. Juda chiroyli savol bo'ldi. Sal oldin men idealistlik haqida gapirdim. Yoki maksimalist bo'yladi. Boshqa narsalarda bu inson bir qo'ldan kelgan ishni Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilgan. Birinchisi fattaqulloha haqqa tuqatih degan. Ey musulmonlar, Alloh taolodan haqqoniy Alloh taologa taqvo qilinglar. Eng ideal taqvoni qilinglar degan oyat tushgan. Sahobalar bu oyatni eshitib qo'rqib ketgan. Bo'lishi mumkinmi? Taqvo nima u? Tamoman mumkin bo'lmagan ishlardan hammasidan tiyilasiz. Tushunyapsizmi? Xato qilmasligingiz kerak. Xato qilish haqqingiz yo'q. Shunaqa talab qilinyapti sizdan. Qo'rqib ketgan sahobalar. Ki Alloh taolo orqasidan boshqa bir oyat nozil qiladi. Fattaqulloha mastata'tum. Kuchlaring yetgancha taqvo qilinglar degan. O'shaning uchun biz har sohada bu, ya'ni har qanaqangi holatda kuchimiz yetgancha maksimum harakat qilamiz. Bizdan talab qilingan shu. Biz musulmon odam sifatida bizdagi mas'uliyat bizni qilgan ishimizdan emas, bizni harakatimizdan bo'ladi. Ya'ni yaxshi ishlar haqida aytyapmiz, yomon ishlar qilgan ishimizga javob beramiz. Ya'ni bizni bahoyimiz qilgan ishimizni katta kichigi bilan o'lchanmaydi. Bizni bahoyimiz imkoniyatimizni qanchasini ishlatganimiz bilan o'lchanadi. Kimdir bor, deylik, 10 ta talaba chiqargan, 10 ta bolani zo'r o'qitib qo'ygan bir o'qituvchi bor. Katta ish qildimi? Nima deb o'ylaysizlar? 10 ta talabani zo'r o'qitgan o'quvchi katta ish qildimi yo'qmi o'qituvchi?
yon jihatdan kam deb tuyuladi. Qanday bilamiz uni? Uni potensialiga qaraymiz. Agar u o'qituvchi haqiqatda butun bor kuchini, bor g'ayratini, hamma mehnatini sarflab, 10 tadan boshqaga sarflay olmaydigan darajada harakat qilgan bo'lsa, ideal ish qilgan u. Lekin u o'qituvchi aslida 100 ta ham chiqara oladigan o'qituvchi bo'lsa-chi. Fe'li kelsa dars bergan bo'lmasa yo'q. 1 soatini ajratgan, 4 soatini o'yin kurga ajratgan bo'lsa-chi, yaxshi natija deyiladimi? Yo'q, progress qayerdan qaraladi? O'syapti, ya'ni uni kuch imkoniyatining darajasiga qaraladi. Musulmon odamdagi mas'uliyat ham xuddi shunaqa. Bizdan Alloh taolo katta ishlar qilib tashashimizni talab qilmaydi. Qo'limizdan kelgan ishni qanchalik darajada qilganimizdan talab qiladi. O'shaning uchun shu nuqtada bilinglar. Mana shu joyda inson o'zi hamma potensialni o'zi yaxshi biladi. Mana shu joyda inson ko'pincha o'zini aldaydi. Inson hammani aldashi mumkin, lekin o'zini alda olmaydi-da. Hammani aldashi mumkin, o'zini alda olmaydi. O'sha payt qalblaringga, vijdoningga quloq solinglar. Bir ish qilyapsizlar, o'qiyapsizlar, sadaqa beryapsizlar, yaxshilik qilyapsizlar, yaxshi muomala qilyapsizlar, kimgadir vaqt ajratyapsizlar, aytishlaring mumkin, katta ajratyapman, katta beryapman. Sizlar o'zlaringning imkoniyatini o'zlaring bilasizlar. O'zlaring vijdonlaringni so'rayapsizlar. Haqiqatan katta beryapmanmi yoki yo'qmi? Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun bu sahobalar, bu ulug' avliyolar, boshqalar ham ular o'sha natijani ko'zlab chiqmagan aslida. Ular imkoniyat darajasida maksimum harakat qilgan avliyo bo'lib ketdi. Biz ham ularga o'xshashga maksimum harakat qilamiz. Shunchaki qo'limizdan nima kelsa shuni qilamiz. Noumid bo'lmaymiz. Alloh taolo bizga ixtiyorni bergan. Bizning ixnimiz ulardan pastroq bo'lishi mumkin. Bizdagi mas'uliyat bugun ulardan boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ya'ni ularda faqat bir sohaga yo'naltirilgan bir talab bo'lsa, bizda ko'p sohaga yo'naltirilgan talablar bor bugun. To'g'rimi? Ijtimoiy, ilmiy sohalarda, ma'rifiy joylarda o'shandan kelib chiqib, xullas hamma o'zini bahosini, o'zini potensialini o'zi biladi. Ana shuni maksimum ishlatish kerak. Maksimum ishlatish kerak. U xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, bahoyingizni o'zingiz o'shini qo'yib olasiz. Sizga men hozir aytishim mumkin. Ismingiz nima? Mubina. Necha baho? Eng bahol ballaring necha? 100. O, maşallah. 100. Bitta qarsak shoylar Mubinaga. 100 zo'r baho. Endi aytishim mumkinki, o'zi nechta 100 olish mumkin bir kunda? 3 ta olsa. Bittagina oldingizmi? Deylar. Bu qanday qarayapmiz? Men mana shu yerda hozir qarsak shop chiqarib olsam, siz havoda uçib yuraverasiz. To'g'rimi? Ya'ni biz o'zimizdagi ichimizdagi bahonalarni boshqalarda bizga qo'yayotgan bahosi bilan oqlab olmaylik. Bizni vijdonimiz bizga beradi. Shuning uchun bir hadisda ham qalbing sening muftiying deyiladi. Endi eng to'g'ri fatvoni qalbing aytib turgan bo'ladi, birovdan so'rasang ham, aslida deb qilib yo'l istab masala so'raydi-ku. O'zi xohlagan masala javobni xohlab so'raydi. O'zi bilan noto'g'ri ish. O'zi bilan qo'ldan keladi masalan, masalan, domla shunaqa qilsa bo'lmaydi, bo'lmaydi deydi, to'g'rimi deydi. Ha, siz domla aytib bo'ldi deydi, lekin ichidan biladi bo'lardi u. Yoki aksincha. O'shaning uchun o'qituvchingiz ham xuddi shunaqa, o'qituvchining oldiga borib aytishingiz mumkin. Ustoz, mana qildim, hali ustozdan sizga barakalla Mubina. 100 olding mana deydi. Lekin ichingizda o'zi javobingiz bo'ladi. Mubina, sen bugun 8 soat uxlading. Sen bir haftada shunaqa uxlayapsan. Shuni biz 6 soatga tushirsa 2 soatdan shu 100 3 taga chiqadi. Demak bu degani bitta sohani emas, sen 2 sohani o'qiy olasan-ku. Degan savol javobi degan nima? Tanbeh ichingizda bo'ladi. O'shaning uchun har qanaqa soha bo'lsin, sizlar o'zlaringni baholaringni chiqarib olishingiz uchun, qanaqangi yo'l to'g'ri bo'lishini buni baholash uchun potensialingizni baholanglar va unga yarasha qanaqa harakat qilayotganlaringizni chiqarib olinglar, o'sha to'g'ri javob bo'lib qoladi. Bu yoqdan ham bitta olaylik, keyin bu yoqdan olamiz. Ishlaringizga, namozlaringizga cheksiz shijoat qayerdan olasiz? Ya'ni motivatsiya. Motivatsiya. Hamma sohada alohida bir motivatsiya bo'ladi. Menimcha, lekin insonga eng katta motivatsiya beradigan narsa inson muayyan bir maqsadni qo'yib olish kerak. O'sha maqsadni doim eslab turish kerak va niyatlarni to'g'rilab turish kerak. Insonga motivatsiyani shu beradi. Masalan, men o'qiyapman, ilmda dangasalik boshlandi menda. Meni kitob o'qishga majburlaydigan nima bor? Ba'zi shunday paytlar bo'ladi, uni o'qishingiz kelmaydi. O'zingiz majburlanmaysiz, hatto kunlab kitob o'qishingiz kelmaydi. O'sha vaqtda bunday qaraysiz, o'zi bu kitobdan oladigan narsam nima? O'qimayotgan paytda yo'qotayotgan narsam nima? Tushunyapsizmi? Bu narsalarni o'ylaysiz. Ya'ni maqsad qo'ygansiz. Maqsadga yetiladigan vositalardan bittasi shu kitobda yozilgan, lekin foydalanmayapsiz. Lekin olmayapsiz. Maqsadingizni eslaysiz. Yo undan tashqari qilyapsiz, lekin malollanib qilyapsiz.
xohlamay qilyapsiz. Bu paytda niyatingizni to'g'rilaysiz. Xudo uchun qilyapman-ku, savob bor bu narsaga. Hozir men sizga aytsam, ismingiz nima? Muhammadjon. Tashqarini chiqib bir supurib qo'ying, hamma joyda, stadionlar, hovlilarda yaxshilab supurib chiqing desam, supurgini qo'lingizga olasizda. Maydalab endi shu ustozning aytgani uchun qilishingiz mumkin, lekin ichingizda nima bo'lmasa mumkin? Xohish bo'lmaydi. Har kuni qiling desamchi, har kuni qiling. Lekin men sizga aytaman, ismingiz nima edi? Muhammadjon. Muhammadjon, chiqasiz, har bir supurib urganingizga 1 so'mdan pul yoziladi. 1 so'm, ko'p emas. Har supurib urganingizga. Kecha eringaningizda tez o'qitib qo'yasin deb bunday qilgansiz, endi nima qilasiz? Supurgini maydaroq qilasiz. Nega? Ko'proq pul olasiz chunki. Sizga motivatsiya nima? Kelib turgan narsa. Siz bilasiz, pulning qiymatini bilasiz, pulning ahamiyatini bilasiz. U pul bilan nimalar qilish mumkin? U pulsiz nima ahvoldasiz? Bilasiz, o'sha sizga motivatsiya beradi. Kuchingizga kuch qo'shadi, shijoatga qo'shadi. Endi ilm o'qiyapsiz. Ilmda bir savob borligini umuman niyat qilmayapsiz. Xuddi boyagida bu supur deyapti, pul bermayapti. Lekin tasavvur qiling, tolibi ilmni, ya'ni ilm yo'li jannat yo'li deyapmiz. Yoki tolibi ilmni har bir qadamiga farishtalar qanotini yozib turadi ekan. Tolibi ilmni 1 soatlik ilmi 1000 rakatli nafl namozdan afzal degan. Demak, siz bunisi yozishni boshlasangiz, o'qishni boshlasangiz, haligi 1 so'm bor-ku, uni biz bilmaymiz qanaqa yozilishi. Shuncha ketyapti. Lekin nima bo'ladi degan. Tasavvur qiling, shunaqa ketyapti. To'xtasangiz to'xtaydi. To'xtasangiz to'xtaydi. O'shaning uchun niyatingizni to'g'rilaysiz. Menga savob beryapti Xudo. Usiz bo'lsam nima, umrim ketyapti. Mana shu o'tayotgan vaqtim baribir o'tib ketyapti, 2 soat vaqtim baribir. Lekin o'sha vaqtda nima qilishim mumkin? Savob ishlay olaman, savob xaltamga savolaman nimani, savoblarni. Qiyomatda u bilan nima qilasiz? Inshaalloh daraja beriladi bu narsalarga. Shu xullas. Ilmda hamma narsa, ya'ni dunyoviy ish, tirikchilik, mas'uliyat, oila boshlig'isiz, ota-onangizga qilgan muomalangiz xuddi shunaqa. O'tirasiz, ensangiz qotishi mumkin ba'zi narsalarga, lekin qarang, chetdagi ochiq yuzligingiz xo'p bo'ladi deyishingiz nima bu? Orqasida jannat turgan bo'lishi mumkin. Hozir men bir joydan keldimda, bir joydan kelayotgandim. O'zi baraka topinglar. Masalan, bir marta ko'rgan bo'lsa ham ustoz deb kelib, ochiq yuz bilan samimiy qo'lni ko'rishadi-da. Keyin men bunday qarasam, hozir shunga o'xshagan bir voqea bo'ldi. Viloyatdan kelyapman. Men kelishimni oldim, bir ikkita bolalar, men o'zim xohlamagan holimda bir ikkita xizmatga o'xshagan narsa qildi. Bu joyda o'tirdi, u narsani to'g'riladi, boshqa qildi. O'zi undan yaxshi sharoitlarda, undan yaxshi bir nimalarni alhamdulillah ko'rib yuramiz. Xizmatlarni ham masalan yoki imkonimiz bor o'zimizda, lekin shunaqa paytlar bo'ladiki, u sizga shunaqa yoqadi. Masalan, deylik, chanqab turibsiz. Shu bitta salqin suv olib keladi, shunday beradi, haliga bolani shunaqa duo qilgingiz keladi, qilasiz. Alloh rozi bo'lsin sizdan deyoradi. Ich-ichingizdan chiqib, tildan chiqmaydi u. Boshqacha chiqadi. Xuddi shunaqa ota-onalardan chiqadigan duolar bo'ladi. Uni qachonda chiqishini bilmaysizlar. O'zi ota-onaning har doim duosi qabul, lekin ichida boshqachalar bo'ladi. Ana shu duo sidqi dildan chiqadigani siz dangasalik qilib sarkashlik qilayotgandagi duo bo'lishi mumkin. Bitta olasiz, inshaalloh yetadi. Shu o'zingiz bilmaysiz uni. Qaysiligini. O'sha bilan najot topasiz. O'zi hikmatda aytiladi, dunyoda 5 ta narsa bor, yashirilgan nimaga? Orqasida bir sababga ko'ra. Shunlardan bittasi deydi, bandaga jannatni vojib qiladigan amallar yashirilgan deydi. Nima uchun? Banda hech qaysi yaxshilikni haqir sanamasligi uchun. Tarixni ko'rganmiz. Kimdir itni sug'orib jannatga kirdi. Hazrat Bilal tahoratdan keyin 2 rakat namoz o'qib jannatga, ya'ni tiriklik orasida bashorat berdilar-ku. Ona jannatga kirdi. Bugun qani hammasi har xil narsalar. O'sha joyda bir boshqacha ixlos bo'lgan ekanda. O'shanaqa narsalar bor. Nimadir bilmaysiz siz uni. U motivatsiya mana shu. O'tirasiz. Qiyiz kelmayapti yo'lda. Shu narsani tepib o'tib ketmay, olib qo'ying, mo'min odamga zarar bermasin. Bilmaysiz, o'shadir sizning najotingizni yozib qo'yadi. Bo'ldi bu jannatda. Muhr urib qo'yiladi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun doim nima qilasiz? Maqsad va niyat. Har bir yo'lingizdagi narsani, har bir yaxshilikni mana shu najotimda deb qarang. Shudir men najotim. Bu najot deganda faqat jannatni o'zida emas, dunyoda ham fath degan narsa bor. Fath yoki iftitoh deyiladi. Ya'ni bandani fikrlarini ochib oladigan, tushunchalarni o'zgartirib oladigan hodisalar bo'ladi.
uni kitoblardan topa olmaysiz. Bitta ustozingiz bitta gap gapiradi. Dunyo qarashlaringiz o'zgarib ketadi. Butun keyingi kelajak shu ustida quriladi. O'sha fathliklar. Qachon keladi bilmaysiz. Ba'zi ish sababli shunday bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Yaxshi tushundingizmi? O'sha fursatlar har qaysi fursat, har qaysi yaxshilik bo'lishi mumkin. O'shani motivatsiya deb bilaylik. O'sha narsani qarab, amal harakat qilinglar. Ustoz, hozirgi kunda dunyoda nafaqat diniy oqimlar, balki har xil siyosiy fikrlar ham ko'payib ketdi. Va bular orasida noto'g'ri tushunchalar ko'pda. Yoshlar orasida ko'rayotgan narsani filtr qilish, ya'ni bunda tashqi muhitning sababi ham ko'p, lekin asosiy sababi diniy bilimni yetishmasligi turadi-da. Deylik, oddiy g'oya maqsad vazifani oqlaydi kabi g'oyalarda shularni filtrlash uchun eng kamida bir manba, kitoblar tavsiya qila olasizmi? Yaxshi savol. Endi siz aytayotgan narsani yechimi bu fundamental ilmlar bilan bo'ladi. Aslida, masalan, ruhiy tarbiya, nasihat, bu narsalar bu endi ancha-muncha tushunchaga ega bo'lgan odam uchun yetarli bo'lishi mumkin, boshqa. Lekin mana bu o'sha nima dedingiz, maqsad Vazifani oqlaydi. Unaqa emas. Vazifani oqlaydi. Holbuki unaqa emas. Misol uchun, meni niyatim to'g'ri edi deb boshqa odam xohlagan nimangizni qila olmaysiz. Bularni o'rganish uchun birinchi navbatda shar'iy bilimlar ichida shariat maqsadlarini yaxshi tushunish kerak. O'zi kitob bor. Shar'iy maqsadlar degan. Bu alohida kitob shaklida bizda bor. Shar'iy maqsadlar, 5 ta shar'iy maqsadlar bor. Sizlardan katta ko'rsatgan gaplashgan bo'lishimiz mumkin. Dindagi mumkin emas, to'g'ri noto'g'rilarni hammasini o'sha mantig'i o'shanga bog'lanadi. Nima uchun degan savolga javob aqliy javoblar o'sha yerda bor. O'shani tushunib oling. Agar o'zi shar'iy maqsadlar yoki maqosidi shari'a deb nomlangan bo'lishi mumkin. O'zi arabchada shunday. Agar u kitobni topa olmasalaring, Hazratning Mukammal saodat yo'li degan kitoblar bor. O'sha kitobning ichida qisman berilgan shar'iy maqsadlar, lekin kitobni tamomiyla to'lig'i musulmon odamni yoki islom dinini o'sha to'g'ri tushunish nima qilgan Mukammal saodat yo'li. Yana bitta kitob bor, Islom diniga umumiy ta'rif degan kitob bor. Bu Ali Tantoviyning kitoblari. Xuddi mana shu to'g'ri tushunib olish kerak. Ba'zida biz faqatgina o'zimizga yoqqan narsa olamiz, yoqmagan narsa olmaymiz. Bunaqa emas. Shu kitoblar o'rgatadi. Mana shularni o'rganish bilan bo'ladi. Bu yerda endi fundamental bir fikr nimalar kerak. Ya'ni pastdan e'tiqod bo'ladi endi chunki. Aytganingizdek, shuni to'g'rilab olsangiz, uni ustiga bino to'g'ri bo'ladi. Bo'lmasa, Xudo saqlasin, to'g'ri yo'lda deb boya aytganingizdek e'tiqodiy buzilishlar bo'ladi. Hech kim mana tepadagi alifbada buzuqlar niyat qilib ketmagan yo'q. Pastdagi noto'g'ri tushunchalar bilan ketgan. O'sha kitoblardan o'rganing. Keyin endi bugungi kunda ko'p suhbatlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Men ishlarda ko'p tavsiya qiladiganim Husan qolganini tavsiya qilaman. Eshiting. Ashu nima ham mohiyatan tushuntirib beradilar masalan. Ko'proq eshitdim. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men berim bitta savol bor edi. Bir inson yaxshi muhitda edi, juda ham yaxshi, lekin deylik u axlatxonaga tushdi. U qanaqa qilib o'sha yaxshi muhitda bo'lgan o'zini holatini saqlab qolsa bo'ladi? Bu yoqqa beixtiyor tushdi. Beixtiyor majburlikdan. O'zi u bilan o'sha yaxshi muhitdagilar bilan aloqa qilib tursa bo'ladi, lekin bu juda ham kam vaqt oladi hayotda, lekin ko'proq o'sha muhitda bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Endi o'zini ixtiyorida bo'lmagan narsa bo'lsa, bunaqangi paytda qiyin. Endi birinchi navbatda baribir bir og'iz aytilaveradi, muhitni o'zgartirishga harakat qilaverish kerak. Endi bu imkonsiz degan taqdirda bizda buzuqlikdan himoya vositalarimiz ikki xil. Moddiy va ma'naviy. Masalan, deylik, moddiy himoya vositalarimiz bevosita makoningizni o'zgartiring, qoching bu yoqdan. Yoki yomg'ir yog'sa zontik tutingga o'xshagan narsalar. Aniq, sovqatsangiz kiyim kiying, boshqasiz ovqat yeng. Bular ochiq nimalar, o'sha noqulayliklardan bizdan himoyalarimiz. Kasal bo'lsangiz dori sotib oling. Endi o'sha narsalarda qo'llaydigan muhit bo'lmayapti. Nima qilasiz? Ma'naviy himoyalar ushlaymiz, qattiq ushlaymiz. Nima u? Birinchi navbat Alloh taolaga duo qilamiz. Qalblarni nima qiladigan zot? O'zgartiradigan zot o'zi. Robbim qalbimni burib qo'yma. Keyin ibodatlarga va zikrlarga mustahkam bo'lamiz. Zikrlar katta qo'rg'on. Osiyo onamiz qayerda o'sganlar? Dunyoda undan ko'ra u Firavnning saroyidan ko'ra iflosroq botqoq bo'lmagan payt. Osiyo onamiz o'sha yerda o'sgan. Dunyoda Osiyo onamizdan solih ayol bo'lmagan. O'sha paytda. Nima bilan himoyalanganlar? Iymonlarini yashirib yurganlar boshida. Ma'naviy himoya emas. Qochib keta olmasdilar. To'g'rimi?
Mumkinmikan? Mumkin ekan. Bu oyatlar, bu hadislar bir bo'lgan ekanda emas. Bular metodlar. Alloh taolo aytadiki, ular shunaqa qiladi, shunaqa natija berdi, sizlar ham shunaqa qilinglar, shunaqa natija beradi. Namunalar turibdi. O'shani nima qilasiz? Ibodatlar, zikrlarning ichida xossatan qattiq ushlaydiganlari bor. Havqalar, la havla va la quvvata illa billah. Istig'for, salovat. Hammasini ham qilinglar-da. Ular alohida qo'rg'on hisoblanadi. Virt qo'yinglar, kuniga 1000 tadan kam qo'yma har bittasini degan. Shunaqangi demak ma'naviy himoya vositalarini ishga solinglar. Undan tashqari yana o'sha zohiriy sabablardan agar sizni shu muhitdan qutqaradigan qaysi ma'noda o'sha muhitdagi ifloslikni bir ma'noda bosimni kamaytirishga xizmat qiladigan boshqa vositalar bo'lsa olish kerak. U qarindoshlardan bo'lishi mumkin agar uy ichida bo'lsa, ammasidan yordam so'ra, xolasidan yordam so'ra, murojaatda qiynalyapman deb yoki boshqa bir yaqin ortidan yordam so'rab yo'lroq so'rashi mumkin bo'ladi. Tushunarli? Sog' bo'ling. Xo'p, suhbatdan ko'zlangan murod maqsadga erishdik deb o'ylaymiz. Inshaalloh keyingi suhbatlarda yana shu o'zimiz qadriyatimizga mos ustoz bu, mutaxassis bu faoliyat olib borayotgan qolgan do'stlarimiz, ustozlarimizni taklif qilamiz. Hammalarga rahmat. Bugungi suhbat o'z yakuniga yetdi. Salomat bo'ling.